Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Imzo fabrikasi tomonidan tayyorlangan yana bir obyektimiz bilan tanishib chiqamiz. Ushbu obyektimizning eshik va romlari uchun Termo 65 profilidan foydalanildi. Ushbu xonadonimizning basseyn qismiga Benkam Termo 65 profilidan foydalanilgan. Ochilib yopilishlari ham juda yengil. Sizga ham premium sifatdagi eshik va romlar kerak bo'lsa, unda quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.